shaxsiyga yozishdi. Sizlarga ham yozishgandir. Ya'ni u bo'lar ekan shunaqa mavzularda. Bugun ham bittasini o'qib qoldim. Futbol haqida gaplashing, shunaqa har xil mavzularga gaplashing. Futbolni baribir qoyillatmayapsizlar dedi. Shunga o'xshashroq. Unaqa gap yo'q. Futbol haqida boshqa podkast ham bor. Ha. Ilmiy yondashiladigan XG juda bir 14-hudud XG, palon chiziq, piston chiziq bilmayman endi. Rosa gaplashasizlar-ku. Aldamchi 9lik. Ha, o'zi bilasizmi, bir bilmagan sohangizga bir ma'ruzaga kirib qolsangiz, siz bilmagan terminlarni ishlatsangiz, o'sha odam aqlli ko'rinaveradi-yu. Shunaqa deb biladi ham, o'tirib olib. Einsteyndan so'rashgan-ku, sizdan ham aqlli odam bormi desa, ha, shofyorim degan, bilasizmi? Keyin qanaqasi shofyor desa, bir kun o'rnimizga chiqay deydi. Hamma temani ham bilaman, mavzuni ham bilaman, gapiraveraman deydi. Chiqib gapiradida, kutilmagan, o'zi bilmaydigan mavzuda bitta savol berib qoladi. Keyin u o'zini yo'qotmadi-da, bu juda oddiy masala, juda oddiy savol. Buni javobini hatto shofyorim ham biladi. Turing deydi. Rostakam Einsteyn chaqirib sahnaga olib chiqib, vaziyatdan chiqib ketgani uchun mendan aqlli degan. Shunaqa, shuning uchun hozir biz Jamolga ikkalamiz shofyorimiz-da. Siz rostmana shofyorsiz lekin. Tom ma'nodagi. Shopir. Ha. Siz bo'lmasa xayolga ham kelarmidilar deb yo'qmi? Jamol aqlli kechimizda. To'g'ri ekan, o'zi Einsteynga gap. Oltin devorda bor, shunga o'xshash. G'anazafmas Nargisi. Bir qo'shnisi arabcha biladigan bo'ladi-yu, pirimsiz deb qo'yadi-yu, bir narsalar arabcha gapirib qo'yadi-yu. Boshqa narsani aytgan bo'ladimi o'sha? Kim biladi, ishqilib arabcha gapirib qo'yadi. Oltin devor kim yozgan bilasizmi? Said Ahmad. Kim yozgan? Shukur Burxon. Kim Vohidov. Ha, shuni ko'pchilik bilmaydi. Men bir paytlar bilardim. Yana esdan chiqaraman endi. Va yana Shukur Burxonmish. Erkin Vohidovga ajablanmay Shukur Burxon deb o'ldingiz. Erkin Vohidovga ajablanmayman, eslashga harakat qilyapman. Yo'q, lekin men Shukur Burxon aktyor. Bilmayman. Hozir kelgancha e'tiborli. Yo, Shukur Xolmirzayev deydi o'zi. Ha, Xolmirzayev. O'zi soha bitadi. Ya'ni Shukur qanaqa yozuvchilar bor? Shukur Burxon aniq yozuvchi emas baribir. Yo'q, Shukurdan keladi.